Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz, podpischilarimiz. Xo'p, ko'pchilik akalarimiz so'ragan Jetaur X90 Plus'ni 2 turbina motorli keldi. Judayam noyob. 1.6 turbina ko'p, bu 2 turbina o'ta ham sanoqli chiqqan. Bu mashinamiz polniy pribut bo'ladi. Ko'rsalar bo'ladi, o'ta ham chiroyli. Oldi murdalari bilik piano qilingan, nikel joylari bahaybat. Balon holatlari ham zo'r, oyoq taylariga mana neobычный chiroyli paroglar taqilgan. Orqa ko'rinishlari ko'rsalar bo'ladi. Bu mashinamizning kraskalari 100% top toza. En full pozitsiyasi. Endi salon ichilarini ham bir ko'ramiz. Salon holatlari ham o'ta ham ideal holatda, mana bardoy bilan qora kombinatsiya qilingan apshkalari. Sidina Abagrev Abduf panorama look 360 kamera ko'rsalar bo'ladi akalar. Sport, Eco Comfort ham sovuyda ham isiydi sizganlari. Bu mashinamiz yurgan probegi 83.000 kilometr. Barcha qulayliklari bor. Orqa holatlari ham o'ta ham ideal, qirilib, chizilib, dilni qaqiradigan joylari yo'q. Salon holatlari ham ideal, sidinalari ham matviy. Ko'rsalar bo'ladi. 3-qator sidinalari ham joyida. Balon holatlari ham zo'r. Qator sidinalari. Damkirat, balon guli zapaskалari ham hali yer ko'rmagan. Xo'p, bu mashinamiz ishlab chiqarilgan yili 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari absolutni top toza. 2 turbina, 1.6 emas. 1.6 bilan adashtirmaymiz. Polniy full pozitsiyada panorama look sidinalari ham sovuydi, ham isitadi. O'ta ham ideal holatda. Ko'rsalar bo'ladi. Hujjatlaridan ham muammo yo'q. Xo'p, bu mashinamizni $23.000 beramiz. Yoqqan bo'lsa telefon qilib baraka qilsanglar bo'laveradi. 91 kodi bilan 626-22 raqamiga aloqaga chiqa olasizlar. Mana hammaga rahmat.